Do'stlar, Andijon mashina bozoridan haftaning juma kuni bu qismga Nexia 1, Nexia 2 syomka qildik. Video davomida ko'rasizlar, Nexia Sado variant shunaqa yo'llarni gaplashib qo'ydik. Egalar bilan qator kelishib, baraka bo'lsa bo'lgan imkoniyatlari bor. Qo'ldan kelgancha harakat qildik, yaxshilab videolar qilishga. Sizlar esa like'lar bosib, yoqmasa bezlar, kommentga o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Kimga qanaqa mashina qiziq, erta o'tib indinga yakshanba mashina bozoriga kelamiz. Siz so'ragan mashinalarni syomka qilib berishga harakat qilamiz. Kim bizni qayerdan kuzatyapti, kommentga обязательно yozib. Do'stlar, mana Andijon mashina bozoridan Nexia'lar qatoriga o'tib oldik. Xudo olsa Nexia'lar sizlarga chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Sizlar esa har doimgidek like'larni banglatib bosib tursangiz, qo'ldan kelgancha narx-navolarni sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Endi hammalar gripp bo'lyapti, O'zbekiston bo'ylab gripp tarqalgan qanaqadir. Aybga buyurmaysizlar, dovushim ozgina boshqacharoq chiqishi mumkin. Xo'p. Birinchi Nexia'miz, Nexia 1imiz 2006-yil klaskasi 30-40% bor. 30-40% klaskasi bor ekan mashinamiz. Nexia 1 ishqibozlari podresa qilib jo'natib ko'rasizlar. Yumshoq balonlari bor, sonistr ham bor, metan gazlari bor mashinamiz. Motor hadolar qanaqa shep? Motorda rasot yo'q, xudo olsa. Mana salon holatlari. Chixollari, ko'riklari bor ekan. Yurgani 660 qancha ham bo'lib ketibdi. Hop. Mana orqasidan yonboshlaridan ko'rinish holatlari, orqasida zapas balonlari, mana metan gazlari bor. Puli necha pul aka? 3300 dan o'tib beramiz. 3300 kami bor. Variantimiz bormi yo'qmi? Faqat na. Dokumentlar Genpen Chiqaradi. o'z nomimizda shekilli mashina. Yo'q, biz ham generalda. Ha, siz ham generalda gen chiqaradi. Bozor qilganlar bo'lgan aka, sir bo'lmasa bu yoq. Shu paytgacha bozor qilishmadi. Xo'p, qiziqqanlar telefon nomeri aka. 91lik 91lik 606 606 0087. 0087 ga aloqa chiqishadi aka. Ushbu nomerga aloqa chiqib, mashinamiz yoqqan bo'lsa, bir qator egalar bilan kelishib bo'lsa bo'lgan imkoniyatlari bor. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xo'p. E'lon qo'shmaylikmi aka? Sizdan emasmi? Sizdan. Xo'p. Nexia'lar kimdan aka? E'lon qo'shmaylikmi akalar? Egasi bormi aka? Ma'lumot oldi. Do'stlar, 2009-yil hozir aytib qo'ying ma'lumot o'rnidan. 2009-yil Nexia'm sotilibdi. Necha pulga sotildi dedinglar? 2800 ga sotilibdi. Kraskasi necha foiz buni? Xo'p bo'ladi. Mana salonlar ko'rsatib qo'ying, chiroyli holatdagi salonlari. Xo'p. Akalarimiz Nexia necha yil aka? 2010-yil. Kraska? Kraskasi bor. Necha foiz? 20-30% kraskalari bor. Xo'p bo'ladi. Suti bir taraf yechilgan ekan, bir taraf butun, metan gazlari bor, 1.6. Motorlarda rasot yo'qmi ekan? Kirishkasidan ozgina yog' chiqib qolibdi. Yumshoq balonlari bor mashinamizda. Shumka bo'lganmi? Mana salon holatlari, barlari, poli ko'riklari. Yurgani qancha buni endi? Yurgan ko'rinmay. Ko'ribman, o'zi uchun ham kerak bo'ladi. Xo'p, mana orqasidan yonboshladan ko'r. Qancha? 480 ming. Xo'p, pulicha aka. Buni 3300 dan o'tib beramiz. 3300 kam bor. Kami bor. Variant qilamizmi? Yo'q, bank qila olamiz. Ancha-muncha 10-15 kun narsaga bera olamiz. Bir oygacha uzoq, ha? Xo'p, bitta shumi nargan sizdanmi? Nargan sizlardan emasmi? Nexia nargan sizlardan? Yo'q. Bitta shumi hozircha? Bittasi sotildi, bitta qoldi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeri qiziqqanlarga aka. 99lik 99lik 900 9109. 9109 ga aloqaga chiqaverasizlar aka. Bozoringlar bersin, sog' bo'linglar. Xo'p, do'stlar, mana Nexia qatorida yuribmiz. Mana Nexia'ni cho'ta bozor olyapti shekilli bu yerda. Bozor olyaptimi bu? Necha yil, necha pul bo'ladi Toshdo'g'a? 98. Necha pul bo'lyapti? 1000 ular 2000 deb pasi. 1.5 bilan 2000 ga o'rtasida. Xo'p bo'ladi. 1.5 ming bilan 2 ming o'rtasida bozor o'lyapti ekan. Shunchada mana o'rab olib savdo qilyapti. Xo'p, bu Nexia'lar sizlardan emasmi? Egalari qani? Bu mashina ashaqqa o'tib ketdi shekilli hamma. E'lon qo'shmaylik, bu sizlardan emasmi? Nexia 1lar. Buni e'lon qo'shaylikmi sizlardan? E'lon qo'shaylikmi e'longa? Xo'p. Akalar, bu Nexia 1larda e'lon qo'shaylik sizlardan? Qo'shaymi e'longa? Necha yil aka? 2001-yil. 2001-yil kraska. Kraska yerda bor aka. Strashni udari-chi? Strashni joylari yo'q. Xo'p. Sonistr ham bor, metan gazlari bor. Mashinamiz
yumshoq balonlari bor. Mana salon holatlari 2001-yil. Nexia 1 ishqibozlari. Yoqtirganinglar aloqaga chiqib olasizlar. Orqasidan ko'rinish holatlari, metan gazlari va mana pol holatlari. Mana yonboshdan ko'rish. Puli necha pul aka? 2200 kami bor. Variantimizchi? Faqat da o'z meni yurgan boshqa shekilliga gen chiqaverami? Xolasa gen qo'llarni o'tkazib olaveradi. Endi o'tkazib olish qimmat olib ketdi-yu, o'tkazib olishdi. Papalan qilsangiz o'tkazib olishaveradi lekin. 2001 aka. O'tkazib olish qimmat olib ketdi, o'tkazib olish. Bank chiqadi. Ha. 20 million. Ha. Ovozim bo'laveradi. Ha, bank qilib olaveradi. Xo'p, telefon nomeri qiziqarli. Aytavering. 88lik 496 645. Ushbu bilan aloqaga chiqib olasizlar, tushunganlar. Aka bozoringiz bersa, sog' bo'ling. Sizdanmi ham? So'rasam mana dedingiz-ku. 2008-yildagi. 2008. Xo'p, Donis metan gazlari bor. Balonlar yangi ekan-a. Kraska qanaqa endi buni? 35% kraskasi bor. Xo'p, mashinamiz anaqasi bormi? Banki bormi? 14 million banki bor. Ana orqasidan ko'rinish holatlari. Necha pul? Ikkini pastga chiqadi aka. Necha pul bozor? Bu necha pul deyapsiz bozorda aka? Mana shu turishiga 3000 ga beramiz, bankini yo'q beramiz. 3000? 3000 O Nexia 2'lerde ya 3000 demayapti aka, o 2800 ga bo'lyapti. Bankini yo'q beramiz. Yo'q, tushundim. Bankini yopib olaman desa necha pul? Bankini yo'q olaman desa aka, ikkini pastiga beramiz, kelishamiz ularga. Aloqa Kelishasiz. Ikkini pastda kelishsa bo'ladi. Ha. Telefon nomeri ayting. 94lik. 94lik. 97lik. 97lik aytavering. 347 54. O'zini ham olib qo'ying. 347 54. Olaveraymi o'zingiz? Biraylar tushmaydi-da. Nima bo'ladi? Bu misolda boshdan nomerini olmang deydi, o'zim olmang deydi, hech narsa bo'lmaydi. Bu internet bo'ldi. Ushbu nomlar bilan aloqaga chiqaverasizlar. Egasidan meni yurgan akalar. 2000 pastida bozori, xullas savdosi bo'laverar ekan. Baraka qilib qo'ysin. Necha yil necha pul bo'layapti aka? Necha yil necha pul bo'layapti? 99 olgan yillar. Necha pul beryapti? 18 ga. 1800 bermay. O'zi necha pul deyapti Hoji tog'amiz? 2200 kam bor deyotgani 1800 ga bermayapti. Ma'lumot o'rnida. 1900 qildimi? Bering endi, bir hayrona qiling endi. Ha? Yo'q endi aka, endi o'zingiz narxini Hop. Holat bering aka. To'liq olsa berib qo'yamiz. Ana aka. Aytib qo'ydi ochiq oydin. 19 beraveramiz aka. 19 ga bering aka. Naqiga. Mashina ko'rsatib beray, bir qator bozor bo'lyapti. Bu telefon nomerini aytib qo'yamiz. Mashinamiz Nexia 1imiz 1900 ga bermay turibdi ekan. Tikyo puli bo'lib ketdi haqiqatda ham. Endi tikyo pulga Nexia 1. Bosoraveramiz deylar. Xo'p, navbatdagi Nexia'miz 2013-yil. Kraskasi aka? Kraskasi bor aka. Xo'p, gibrid motorda metan gazlari bor. Yumshoq balonlari bor. Mashinamizda mana salon holatlari. Urishtirasi bo'lib qo'yib qo'yishibdi telefonda, urishtirasi bo'libdi. Xo'p, orqasidan mana yonboshdan ko'rinish holatlari. Puli necha pul aka buni? Aka $4300 deyapmiz. 4300 kami bor. Variantimiz bormi yo'qmi? Yo'q, iloji boricha naqd aka. Dokumentlar gamepen bo'laveradi. Motor hadolada ishi bormi? Ishi yo'q aka. Rasxod yo'q xudo xolasa. Xo'p, necha yil navbatdaysiz? 2010 aka. 2010 kraska? Kraskasi bor, 20%, 25%. 25% kraskasi bor. Xo'p, metan gazlari bor. Mashinamizda yumshoq balonlari bor ekan. Mana salon holatlari akalarimiz mana ko'ryapti mashinani. Yurgani qancha edi aka? Yurgani so'ramadimmi? 391 ming. Buchi? 500 mingdan oshiqroq yurgan. Xo'p. 500 mingdan oshiqroq yurgan bunisi, nargisi 391 ming bo'pti. Xo'p. Yaxshi mashinamiz. Puli 3,5 kam bor. Bu ham naqd. Bu ham naqdda. Gempen bo'laveradi keyin. Dokument muammo yo'q. Nargisi aka? 13 kraskasi? 3 detalda bor. 3 detalda kraskasi bor. Xo'p, gibrid motorda metan gazlari bor mashinamizda mana. Balon holatlari. Mana salonlari. Mashinamizda poli, ko'ri, chexol, bar mallari bor ekan.
Prostoy ekan mashina. Xo'p, mana orqasidan yonboshlaridan ko'rish holatlari. Buni puli necha pul aka? 4200 deb beramiz. 4200 kam bor. Variant qilamiz buni qilmaymizmi? Yo'q, iloji boricha Faqat na. Shu mohir yo bu ketaveradi. Shu a? Telefon nomeri 90 90 169 169 21 21 99. 99 ga aloqaga chiqib, uchovsidan yoqtirganinglarda egalar bilan bir qadar telefonlashib, baraka qilib qo'ysalar bo'lgan imkoniyatlari bor. Do'stlar, Nexi 2 lar qatoridan Nexi 3 ta ham qo'sharyapmiz. Akamiz Nexi 3 bor ekan 2019 ga 20. Kraskasi 50% bor dedingizmi? Kraskasi 50% bor ekan, lekin puli yengil ekan. Yaxshi narxda ekan. Hozir aytib o'tamiz narxlarini. Mana holatlari mashinani. Yumshoq balolar qo'yilgan mashinaga, yangi shumkalar bo'lgan. Mana salon holatlari, ko'jinli salonga rol chexol, barlari, yetida ko'rik, porilargacha bo'lgan ekan mashinamiz. Bitta ko'raylikchi motorini aka. Yuvilmagan? Ha, bu ana tushib qoldi aka. Metan gazi bor ekan aka, kanisani hamma yo'g'i bor. Xo'p, bo'ladi. Pulti ham bor shekilli. Pulti ham bor. Dokumentda muammo yo'q, game pen chiqaveradi aka. O'z mini yurgan mashinami? Egasidan chiqaveradi, metan gazlari bor. Puli necha pul dedingiz? 6,5 ming kam bor. Ha do'stlar, puli yengil. Kraskasi bor uchun puli yengil. 6,5 ming kam bor. Kraskasi bo'lsa ham yili yangiroq Nexia 3 minaman deganlarga adresa qilib jo'natib qo'yaverasizlar. Bozor necha pul qildi aka? Sir bo'lmasa. 6 ming qilyapti. 6 mingga bemetr yursa berasiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeri aka. 93lik 93lik 691 691 77 88. 7788 ga aloqa chiqishaveradi. Ushbu nomga aloqa chiqib Nexi 2mizni ikkinchi pozitsiyani kelish bo'lsa-da bor imkoniyatlari bor. Do'stlar, navbatda Nexia'miz 2014-yil kraskasi qanaqa aka, tozami? Petnosi bor. Mana do'stlar, pashti toza petnos bor ekan, konditsionerlar bor, lyuks konditsionerdan ekan, metan gazlari bor, gibrid motorlarda ekonomizerlargacha bor ekan. Xo'p, mana balon holatlari. Mashinamiz mana salon holatlari. Chexol yo'q, ko'rik bor ekan, evakor, polilari bor. Yurgani qancha edi aka? 270 270 ming bo'ldi mana orqasidan yonboshidan ko'rinish holatlari. Puli necha pul? Pulini aka 5 ming. Kami bor. Murosasiga ozmoz o'tib beramiz. Varianti yo'q. Faqat na. Ha, bir oyga bo'lsa kelishamiz. Bir oyga bo'lsa kelishsa bo'laveradi. Ko'p muddatga bera olmaymiz. Dokumentlar game pen chiqaveradi. Keyin chiqadi. Barter yo'llari ham bor. Barter yo'llari ham bor. Bitta shumi yana bor mashinamiz. Yo'q, mana shu qoldi, hozircha bitta qoldi. Ikkita boli sotib yubordik. Xo'p, telefon nomeri 90 623 aytavering. 1920. Ushbu nomerlarga qiziqqanlar aloqaga chiqaversa, mashinamiz lyuks konditsionerlikdan ekan, bitta petnos bor ekan, xolos. Qolgan joyni bemalol ustolatda ishlattirib olaverasizlar. Navbatda Nexi 2miz 2014-yil 30-40% kraskalar bor ekan. Xo'p, o'zing yurgan mashinami aka? Egalarini o'zlaridan, xo'p, metan gazlari bor. 115 ming yurgan. Punt multlari ham bormi? Yumshoq balonlari bor. Salon holatlari, chexoli, poli ko'riklari 115 ming yurgan. Prostoy ekan-a? Chexol qo'shib beramiz? Ha, chexol bor boshqa. Chexol berilar ekan. Orqasida mana yonboshdan ko'rinish holatlari. Pulichi aka, puli? 5300 so'radi. 5300 kami bor. Variantimiz yo'qmi qilib? Faqat na. Qimmat aytmayapsizmi aka mashinani? Siz yopishtirib aytsangiz, so'raydi, qimmat aytsangiz ketadi-da, oladi odamlar. 4700 mi? Xo'p, telefon nomer. Nomer nechi? 99lik 463 33 34 463 dedilar boshini. 463 33 35. Ha, ushbu nomerlarga mabodo qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Navbatda Nexia'miz 2010-yil kraskasi 40%. 40% kraskasi bor. Xo'p, yumshoq balolar, sakadiskalar qo'yilgan. 1.6 lyuks beskani sanarmi? Xo'p, metan gazlari bor, boshlarda punkt multlari ham bor shekilli aka. Punkti bor. Xo'p,
Lukas bez konditsioner. Mana salon holatlari. Yurgani qancha buni? 351 ming yurgan. Mana orqasida yonboshlarda ko'rinish holatlari. Mashinamiz 351 ming yurgan. Motorlarda rasxoti yo'qmi aka? Dokumentlari qanaqa bitadi dokument? Dokument qanaqa bitadi? Nomiga o'tkazib oladi, gem bo'lmaydimi? Nomiga o'tkazib olsa hozir qimmat bo'lib ketdi-yu aka. Nomiga o'tkazib olishdan keyin barakadan keyin o'rtasida bo'linadimi? Nech pul? Yengilroq qilib ayting. Kami bor. Kami bor. 3600 kami bor. Variantimiz yo'qmi bor? Faqat naqd. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeri aka. 99lik 893 3011 ga aloqa qilishadi. Bugun bozor qilganlar bo'lmadimi bobolar bozor? Bo'ldi. Nech pul? Xo'p, navbatdagi Nexia'miz 97-yil Nexia birimiz. Kraskasi Fonni yaxshi ishli bo'lgan oshda. Fonni ham zid bo'lgan. Yumshoq balonlari bor ekan mashinada. Hop, shumkalargacha bo'lgan. Salon holatlari, poli ko'rilari bor. Lyuks variantdan ekan. Nexia 2 ni barlari qo'yilgan va orqalari chiroyli bo'lib cho'ktirib qo'yilgan ekan mashinamiz. Kolonkalargacha bor. Nexia 1 ishqozlariga mana yaxshi sostenada Nexia 1imiz. Motor qanaqa edi oshna? Soni Strambler metan gazlari bor-a? Bor, hamma yo'g'i. Puli-chi? Puli 3000 kami bor oshda. 3000 kam bor. Nasiya variant qilamizmi? Iloji boricha naqqa sotamiz oshda. Yetmay qolgan joygachi? Yetmay qolgan joyiga gaplashaveramiz. Bir oya. Ha, shunaqa Kelishsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ne bozor qilganlar bo'lmadi, mobodo Bo'lyapti. necha pul qilishdi oshna? Shuni so'rab qo'y. Qilishyapti. 22 ga bermay tursa ustiga yursa berasan. Telefon nomeri 94lik 94 hop. 106 Aha. 69 73. Motor hadolar yaxshi. Hamma yo'q. Dokumentlari game bo'ladimi, bo'lmadimi? Lipoy dokument bo'ladi. 50 ga shunga so'rayapman. Onlayn generalniy damingiz 300 volish qismi dokument mana shu Asakada bitadi. 4 ta balon yangi, motor mo'starlikka hamma yo'q o'zi. Xo'p bo'ladi. Ushbu nom bilan aloqaga chiqaversa mashinamiz yaxshi sostenada ekan, dokumentda muammosi yo'q ekan. Zamat sotaverib, mo'starlikka